Assalom do'stlar, sizlar bilan men Niko. Bugungi videoda yana Roblox o'ynaymiz. Yana o'tgan safargidek narsa qilmaymiz. Bu safar yangilik. Mana bir qancha odamlarga mana bular hammasi nima desanglar, skelet. Anaqa previewda ko'rsatilgandek skeletlar qo'yib chiqilgan. Yozilgan bo'lsa amal qilish kerak. Obuna bo'lamiz. Demak, hozir vaqt pauza turibdi. Demak, hozir 1000 ta skeletga qarshi 500 ta odam qilamiz. Hozircha odamlar soni 500 ta emas. Vaqtni mana bu yozuvim buzilib ketdi. Shuncha qilgan mehnatimga obuna bo'lib, like bosib qo'yish arziydi shekilli. Endi esa mana odamlar 31 ta. Hozir esa 500 ta bo'ladi. Mana bu yerda 480 ta, bu yerda esa 25 ta. Общий 500 talardan ham oshib qoladi, lekin o'zi ko'payishdi. Hozir vaqt mana 5x qilib qo'yganmiz. Endi esa bularga naqd 1 yil vaqt beramiz. 110-yilda mana bu yurtni skeletlarini ochib olamiz. Hozircha o'zi boshlab olishibdi, shuni avvaldan bitta narsa qilib qo'yamiz. Qarayli do'stlar, hozir bizlar mana shu skeletlarning ichidan bittasini tanlaymiz. Mana shunisi. Tanlaymiz, mana shu qurolini juda ham kuchli qilib avval mana shu qurolni tanlaymiz. Juda ham kuchli qilib sehrlab beramiz. Mana hammasi plus. Endi esa bunaqa yulduzcha qo'ydik. Yana tepadan ko'rinib turadi. Agar bular shu qilichni topib olsa, agar hozir bular yana bitta viloyat ochishga kuchi yetsa, yana bitta viloyat ocha olsa, mana shunaqa qilichga o'xshagan yana bitta qilichni mana shular qiroliga topshiraman. Va yana hali endi 19-yil bo'ldi, hech qancha vaqt ham o'tgani yo'q. Endi esa yana sizlar uchun bu juda kam vaqt bo'ladi, men uchun esa juda ko'p. Ha, bolalar bitta narsani tushundim. 100 emas 50 yil bersa ham juda yaxshi bo'lar ekan. Chunki mana 30-40-yildan boshlab shunday uylar, narsalar qurishni boshlashgan. 50-yildan urush boshlaymiz. Boshqa gapim yo'q. Mana gap shuncha viloyatlar ochib tashlashgan. Endi bular qiroliga bitta qilich bersa arziydi. Eng qizig'i bilan qirolda hech qanaqa qilich degan narsa yo'q ekan. Kuchaytirib berishga jo'naqa elchisiga murojaat qilamiz. U anaki kamonni bor ekan, kamonni mana shuni olov qilichni kuchaytirib beramiz. Buni ham yulduzcha qilib qo'yamiz. Juda ham oz vaqt qoldi, yana 2 yilgina qoldi. Shu 2 yil ichida ana shu
Men ochib tashlayman. Hozirdan ochsam bo'ladi. 2 yil nima hal qiladi? Hamma tayyor jangga. O'zi hamma narsa qurib bo'lishgan. Fermalarda odamlar to'lib toshmoqda. Narxlarda yong'in. Bular bilan ishimiz yo'q. Endi esa shuni ochish bilan ovora bo'lamiz. Stop. Bittasini to'g'rilab o'tishim kerak. Doimo kun bo'lib turishi uchun anaqa seasons pauza qilib qo'yaman. Endi esa kutilgan onlar. Ochamiz. Jang boshlandi yana. Urushib ketishdi. Hozir vaqt pauza qilib sizlarga bitta narsani ko'rsatishim kerak. Mana World Cloud'dan buni qo'shib qo'yaman. Chunki oddiygina xalq qolsa ham bular bilan urushib ketishi mumkin. Shuning uchun urushamiz. Mana bu sehrli qilich. Lesi ham keldi. Ko'ramiz. Bitta udarda oson qo'yib ketadi. Bu asosan o'zi kamon bilan o'tishadi. Lekin ko'plar mana qilcham olgan. Teparoqdan kuzatamiz. Bunisi juda ovozi juda baland bo'lib ketdi. Biz mana somonlarni, fermalarni yoqishni boshlashdi. Odamlar juda ham kamayib ketishmoqda. Lekin mana bu vaqtda bitta kuchli qilichlisi bor. Mayib. Qanday qilich? Kuchli qilich bor mana shu yerda. E'tibor beramiz. Urushga qaytamiz. Urushga ferma yo'q qilib bo'lishdi. Ana Qizildan poytaxti minus. Lekin mana skeletlar ham juda kam qolishdi. Unchalik ham emas mana gulxonlarni. Aytamanki, bular asosan kamon bilan hamma joyda otib yo'q qilib ishini qiladi. Ular bitta uylarni sindirib, asta-sekin hayvonlarni ham qo'ldan rostdan qoqib tashlabdilar. Bu skeletda Bedrock Minecraft'ning skeletiga juda o'xshab ketar ekan. Poytaxt kasodga uchrab o'zi. Hech narsa qolmadi u. Mana o'sha olovli qilich sohibi. Lekin bu oddiy odam bo'lib ishlayapti. Olovli qilichi bor odam. Mana jangga. Vaqtda yangi davlat paydo bo'ldi, lekin qarab o'tirmasdan bu tomondan yangi davlat paydo bo'ldi. O'zi ajralib ketishdi ular. Mana bu davlatdan ajralib ketishdi. Va skeletlar ham